Pasxa aslida nimani anglatadi? Bu shunchaki bayram emas, bu o'lim chetlab o'tgan lahzadir. Qullik. Tasavvur qiling, qul hayotida qanday yashaydi? Siz hal qila olmaysiz. Qachon turishni, nima yeyishni, qanday yashashni. Siz ertalabdan kechgacha ishlaysiz, dam olishsiz, xato qilish mumkin emas. Shunday hayotda yahudiylar Misrda yashagan. Ularning farzandlari ham qul bo'lib tug'ildilar va bir kuni ular Xudoga faryod qildilar. Xudo eshitdi. Xudo ularni eshitdi va qutqaruvchi yubordi, Musoni yubordi. Xudo sizni ham ko'radi. Siz hayotingizni qiyinlik darajasini oxirigacha olib borishingiz shart emas. Unga murojaat qiling hoziroq. Hukm va najot. Fir'avn xalqni qo'yib yuborishni rad etdi. Shunda Xudo Fir'avnning xalqiga, Misrga balolarni yubordi. Birining ketidan biri kelaverdi va oxirgisi birinchi tug'ilganlarning o'limi. Ammo Xudo yo'l ko'rsatdi, yahudiylar uchun belgi berdi. Nuqsonsiz qo'zini oling, eshiklaringizni uning qoni bilan belgilang. Kechasi hukm keldi, ammo qayerda qon bo'lsa, o'lim chetlab o'tgar edi. Bu Pasxa, o'lim chetlab o'tdi. Erkinlik, zanjirlar uzildi, eshiklar ochildi, ammo chiqish bu faqat boshlanishi. Ba'zilar ishonmadi va sahroda qolib ketdi. Boshqalar oxirigacha bordi va va'da qilingan yerga kirdi. Savol: siz erkinlik sari ketyapsizmi yoki ortga qaytyapsizmi? Iso Masihda bajarilishi. Asrlar o'tib Pasxa kunida Iso Masih xochga mixlandi. Undan oldin u shunday dedi: mening tanam, mening qonim sizlar uchun beriladi. Va bu o'sha qo'ziga aylandi. Yangi erkinlik. Iso o'ldi va tirildi. Sizni 3 narsadan ozod qilish uchun. Birinchisi, gunoh qulligi. Siz yaxshilik qilishni xohlaysiz, ammo yomonlik qilasiz. Endi muqaddas ruh sizga yo'q deyishini kuchini beradi. Ikkinchisi, shayton qulligi. Oldin fikrlaringiz sizni boshqargan. Endi siz bilasiz nima Xudodan, nima esa shaytondan va shaytonga yo'q deyish hokimiyatiga egasiz. Uchinchisi, o'lim qulligi. Oldin do'zax qo'rquvi, endi Masihning qoni poklaydi. Kechirim va hayot bor. Men birinchi marta muqaddas kitobda shunday so'zlarni o'qiganimda, xohlaganimni qilmayman, xohlamaganimni qilaman. Agar xohlamaganimni qilsam, buni mening tanamdagi gunoh qiladi. Bu menga g'alati tuyuldi. Qanday qilib bu mumkin? Ammo o'zimni kuzatib shuni angladim. Tinch bo'lishni xohlayman, lekin asabiylashaman. Gunoh qilmaslikni xohlayman, lekin qilaman. Men shaytondan qo'rqdim, o'limdan va do'zaxdan qo'rqardim. Men Xudodan meni ozod qilishni so'raganimda osmondan kuch berdi. Gunoh qilmaslikka qaror qildim va undan kuch so'radim. 2-3 marta muvaffaqiyatsizlik bo'ldi, lekin keyin haqiqiy erkinlik keldi. Gunoh qila olaman, lekin buni qilmayman. Men shuni tushundim, shayton bu yiqilgan farishta xolos. Ichimdagi muqaddas ruh undan kuchliroq. Men Xudo bilan yashaganimda shayton mendan qo'rqadi va uzoqda turadi. Masihning qoni meni pokladi va men kalom bo'yicha yashaganimda o'lim jonim ustidan hokimiyatini yo'qotdi. Men abadiylikka, Rabbim oldiga o'taman. Men gunoh qulligidan ozod bo'ldim. Endi men yashayapman va erkinlikdan zavqlanyapman. O'zimni go'yo jannatda yashayotgandek his qilaman. Xudoni o'zimdan ko'proq sevaman va bu sevgi menga gunohdan ozod yashash kuchini beradi. Xulosa: Pasxa bu shunchaki tarix emas, bu tanlov, qullikda qolish yoki ozodlikni tanlash. Siz xohlaysizmi, Iso Masihning qoni sizning gunohlaringizni yuvib, sizni Xudo bilan sulh qilishini? Shunday deb ayting: Xudoyim, meni kechir. Men Isoni Masih sifatida qabul qilaman. Menga yangi hayot ber. Izohlarda yozing, layk bosing, obuna bo'ling va ulashing.